Xayrli kun aziz kuzatuvchilar. Bizga ko'pchilikdan kelayotgan savollar: yuzimda ajinim bor hamda ozroq dog'larim bor deb ko'pchilik dog'dan, ajindan shikoyat qilib yozadi. Men sizlarga bir o'rtacha nabor yig'ib ko'rsatmoqchiman. Aynan kerakli narsalarni. Penka Resasel brendidan bu penkamiz yuzni yumshoq tozalaydi hamda quritib yubormaydi. Eng muhimi, barcha yuzlarga to'g'ri keladi. Narxi ham hamyonbop. Keyin bu serumimiz. Bu serum dog' bilan, asosan dog' va ajin bilan ishlab beradi. Buni kunduz kuni ertalab surtiladi. Yuz birinchi penkada tozalab yuvilib, quritilib, keyin orqasidan serum ishlatilinadi. Serumdan keyin mana bu vegan sostavli XSY brendidan ko'z kremimizni tavsiya qilaman. Sababi bu ko'z kremimiz yuzdagi ajinlarni yoyishda katta yordam beradi. Sizni yuzingizni qaysi sohalarda ajin bo'lsa, faqat ajin bor sohalarga ishlatasiz. Hamda oxiri uxotimizni yopish uchun oxirida mana bu Dr. G'dan Royal Black Snail kremini tavsiya etaman. Bu kremimiz juda ham yaxshi krem. Barcha yuzlarga to'g'ri keladi. Faqatgina o'g'riga moyil, ya'ni yog'li yuzlarga sal og'irlik qilishi mumkin. Sababi bu kremni Dr. G brendi, ya'ni dermatologlar testidan o'tgan brend asosida ishlab chiqarilgan. Bu kremimiz juda ham yaxshi. Ichida ikkita kremchasi bo'ladi. Mana bu yerda ham ko'rsatilgan. Serumday tarkibi xuddi serumga o'xshaydi. Qora salyong'oz ekstraktidan tayyorlangan bu krem juda ham yaxshi. Barcha yuzga tushib ketaveradi, yuz tanlamaydi. Hamda yuzni yaxshi namlantirib, oziqlantirib beradi. Ajinlarni yoyishda esa katta yordam beradi. Sizlarga qisqacha qilib ajinlar hamda yuzida dog'lari borlar uchun mana shu naborni yig'dik. Agar yuzingizda qanaqadir yana muammongiz bo'lsa, bizga aloqaga chiqib bemalol Telegram orqali so'rashingiz mumkin. Biz sizning yuz teringizga mos nabor yig'ib beramiz. Hamda 12 ta viloyatga dostavka xizmati ham mavjud.